Pulni oson tortuvchi rezonans tizimi. Ilm, energetika va ong o'rtasidagi mutlaqo yangi model. Kirish. Nega rezonans pulni tortadi? Pul hech qachon mehnatga javoban kelmaydi. Pul rezonansga javoban keladi. Dunyo iqtisodchilari pulni sabab-natija orqali tushuntiradi. Bu bo'lim esa sinxronizatsiya orqali pul kelishini ochib beradi. Pul bu hodisa emas, pul bu rezonans natijasi. Agar insonning ichki tizimi pul oqimi bilan bir xil ritmda tebranmasa, eng to'g'ri strategiya ham ishlamaydi. Rezonans tizimi nima? Pulni oson tortuvchi rezonans tizimi bu insonning qaror qabul qilish tezligi, ichki sukunat darajasi, kutishsiz qabul qila olish holati, pul oqimining tabiiy tebranishiga mos kelgan holati. Bu yerda xohish yo'q, majburiyat yo'q, bosim yo'q, faqat moslik bor. Pul nega oson keladi yoki kelmaydi? Pul qiyin kelmaydi, pul mos kelmagan joyga kirmaydi. Ilmiy nuqtai nazar. Har qanday tizim faqat o'ziga mos chastotani qabul qiladi. Mos bo'lmagan signal avtomatik ravishda rad etiladi. Pul ham shunday. Agar inson tezlikda oshiqsa, ichida xavotir bo'lsa, natijani majburlasa, u pul oqimi bilan rezonansdan chiqib ketadi. Oson pulni tortuvchi mikro holat. Bu darsda birinchi marta kiritilayotgan tushuncha. Mikro rezonans holati. Bu 3-7 soniyalik ichki holat. Qaror qabul qilishdan oldin paydo bo'ladi. Pulga oid to'g'ri signal aynan shu paytda keladi. Ko'pchilik bu holatni sezadi, lekin e'tibor bermaydi. Boylar esa shu holatni kutmaydi, tanlaydi. Amaliy gnostik mashq, rezonansni sozlash. Vaqt 4 daqiqa holat. Ko'z ochiq yoki yumuq farqi yo'q. Nafasni tekisla. Hech narsa istama. Ichingda shuni ayt. Men mosman. Hech qanday hisni chaqirma. Paydo bo'lgan sokin aniqlikni 30 soniya ushla. Shu holatda qabul qilingan qarorlar tezroq ishlaydi, kamroq qarshilikka uchraydi. Pulni tasodif ko'rinishida olib keladi. Bu yerda affirmatsiya yo'q, vizualizatsiya markazda emas, majburiy mashqlar yo'q. Faqat sozlanish bor. Xulosa, pulni oson tortish kuch bilan emas, strategiya bilan emas, harakat soni bilan emas, moslik bilan sodir bo'ladi. Pul oqimi hech qachon sening ortingdan quvmaydi. U faqat sen mosmisan deb tekshiradi.